Biloldim, mana shu hozir hamma shu qo'ylarni orqasidan uchun. Albatta, shunaqa. Endi qarang, men hozir qo'rani hammani havas keladigan qilib, o'sha qo'rani ham, qo'ylarni ham, o'sha alorani bayab, endi necha xil zotda qo'ylar bor. Zotor arasham bor, oddiy iqtisod o'zini o'zi halqa go'sht uchun mahsulotga beriladigan iqtisod qo'ylarimiz bor. Necha puldan boshlab, necha pulgacha qo'ylar turibdi bu qo'ylardan? 3 milliondan boshlab 50 ming, 60 ming dollargacha qo'ylarimiz bor. Buni baqish sirsinovlari qanaqa? Biz obunachilarga ko'rsatsak bo'ladimi shu narsalarni? Bo'ladi. Boqish shu albatta buni mutaxassisdan so'raysiz. Olayotgan joylaringizga borib o'rganib, shunaqa qilmasangiz, bu sohada tuzish ko'p bo'lib ketadi. Agar bilmaydigan odam bo'lsa. Bilmaydigan, biznesi bilmaydigan odam kelsa, ancha qiyin bo'ladi u sohada. O'rganish kerak. 1-2 oy bo'lsa ham o'rganib. Biz videolarda gapirgan hozir faqat manaqa deb qo'ylar chiqaramiz. Endi videolarimizda agar keyingi videolarimizda shu ortga qo'yib turishsa, biz qo'yni baxtsiz sonlardan nima yer beramiz, nechiga nima qilamiz, yashirmay ko'rsatib boramiz bu narsalarda. Albatta. Profilga o'tib obuna bo'lib qo'yib kutib tursanglar, bundan keyingi videolarda qanaqa baxshlar, qanaqa sinovlar bor o'zi bularni. Sizlarga to'lig'icha shu profillarda ko'rsatib boramiz.